Instagram direktori Adam Mosseri o'zini Instagram akkauntida Instagramdagi oxirgi yangiliklar haqida gapirib chiqdi. Bu Instagramning o'zida mana shunaqa repost belgichasi paydo bo'ldi va bu nimani anglatadi? Sizga qanaqadir kontent yoqsa, mana shuni bossangiz agar, bu sizning akkauntingizda paydo bo'ladi va bemalol siz xohlagan kontentingizni o'zingizning profilingizda ham bo'lishsangiz bo'ladi degani. Bu yerda siz o'sha qaysi kontentni repost qilgan bo'lsangiz, o'shani avtori ham ko'rinib turadi. Ikkinchi yangilik esa bu imенно Reels ko'rganda sizda o'zingizning qiziqishlaringiz va do'stlaringiz nimalarni ko'rayotganini ko'rsatib turadigan joyi. Agar siz mana shu druziya degan joyni bossangiz agar, do'stlaringiz qanaqa kontent ko'rayotganini va ular like qo'yayotgan kontentlarni sizga ko'rsatadi. Bu sizga ko'proq do'stlaringiz bilan bitta valnada ularni qanaqa reelslar ko'rayotganini, ularga qanaqa reelslar qiziqligini bilib turishga yordam beradi. Bu Instagramda ko'proq kommunikatsiyani shakllantirish uchun o'ylab topilgan va bu yerda siz o'z do'stlaringiz bilan kontentlarni muhokama qilish uchun, qulay bo'lishi uchun o'ylab topilgan. Instagram haqida kerakli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling.